Muddatdan avval tug'ilgan va zapret tufayli o'z joniga qasd qilish ko'ringan Munisa Rizayeva 39 yoshda. So'nggi yillarda tavallud ayyomini Dubayda nishonlashni an'ana qilgan xonanda Munisa Rizayeva 21 oktyabr kuni 38 yoshni qarshiladi va odatiga ko'ra o'g'li hamda turmush o'rtog'i hamrohligida xorijga uchib ketdi. O'zbek shou biznesida eng ko'p muhokama qilinadigan qo'shiqchi, doimo e'tiborda bo'ladigan san'atkor, hozirda bir oilaning bekasi va bir farzandning onasi bo'lgan Munisaning tug'ilgan kuni munosabati bilan uning hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Tadbirkor yoki shifokor bo'lishi kerak. Munisa Rizayeva oilada ikkinchi qiz farzand bo'lib dunyoga kelgan. Onasi tomonidan bobosi o'z davrining obro'li insonlaridan biri bo'lgan. U uzoq yillar Respublika bosh prokuraturasida yuqori lavozimda ishlagan. Buvisi shifokor bo'lganligi uchun bu oiladagilarning bari huquqshunos yoki shifokor sifatida faoliyat yuritishgan. Otasi tomondagi qarindoshlari esa asosan tadbirkorlik bilan shug'ullangan. 6 yoshdan qo'shiq aytishga qiziqqanman, ammo u paytda ota-onam qiziqishlarimga u qadar e'tibor berishmagan. Bu shunchaki havas o'tib ketadi deb o'ylashgan bo'lsa kerak. Keyinchalik onam qo'shiq aytib raqs tushishga qiziqishimni ko'rib, O'zbekiston xalq artisti Malika Ahmedovaning oldiga olib borgan. Avvaliga raqs mashg'ulotlariga qatnaganman, undan keyin fortepiano bo'yicha dars olganman. Ammo dadam hamisha qiziqishlarimga o qadar jiddiy qaramasdi, deydi xonanda Munisa Rizayeva. Munisa 8 oylik tug'ilgan. Xonandaning onasi Dilorom Bo'riqxo'jayeva esa intervyularining birida Munisaning qiziqishlari sabab turmush o'rtog'i bilan ziddiyatlarga borgani haqida so'zlab bergandi. Munisa 8 oylik tug'ilgan. Odatda erta tug'ilgan bolalar biroz nimjon bo'lishadi. Asli kasbim shifokor bo'lgani uchun tug'ruq jarayonida 3 ta kursdoshim ishtirok etgandi. Tug'ruqdan so'ng kursdoshlarimdan biri "Bu qizing aniq qo'shiqchi bo'ladi. Ovozi shunaqa balandki" deb kulgandi. Farishtalar omin degan ekanmi, bolaligidan san'atga qiziqishni boshladi. Ammo otasiga bu fikr umuman yoqmadi. San'atkor bo'lmaydi, o'qisin deb qarshi bo'lardi. Hech esimdan chiqmaydi. Otasi konsertga ketayotganimizda ishdan vaqtli qaytib qolgan. "Qayerga ketyapsizlar?" desa nima deyishni bilmay shifokorga deganman. "Bahodir aka kech bo'lganda ishlarkanmi?" deb hayron bo'lgandi. Bu holat 5-6 yilga qadar takrorlangan. Eng yomoni qo'shiq yozish, konsertga chiqish yoki vokal mashg'ulotlariga qatnash hammasi yaxshigina pul talab qilardi. Bu haqda otasiga aytmaganimiz uchun puldan biroz qiynalardik. O'sha paytda shifokor bo'lib ishlaganim uchun amallab pullarni o'zim to'lardim, deydi xonandaning onasi. Angliya davlat konservatoriyasida o'qiganman. Shu orada Bahodir Rizayev oilasi bilan Londonga ko'chib ketishiga to'g'ri keladi. Kamila, Munisa va Karima o'qishni Londonda davom ettirishadi. Dadam musiqaga bo'lgan qiziqishimni so'ndirish uchun ko'p harakat qilgan, ammo tabiatan boshlagan ishimni yakunlamay qo'ymayman. Oxiri Angliya davlat konservatoriyasida o'qishimga rozi bo'ldi. Ammo baribir dadam tadbirkor, onam esa shifokor bo'lishimni ko'proq orzu qilardi, deydi Munisa Rizayeva. Ko'pchilik xonandalar ijodni boshlashdan avval moliyaviy qiyinchiliklarga uchrashgani haqida gapirishadi. Ammo xonanda Munisa Rizayevada bunday holatlar kuzatilmagan. Ammo onasi ishonchsizlik bildirishgan kunlarni hech qachon unutmaydi. U paytlari Tarona Records studiyasi juda mashhur edi. Munisa bilan borib ulardan yordam berishlarini so'raganmiz. Ammo qancha artist kerak? Mana shuncha iqtidorlisi bor. Sendek iste'dodlilarning qanchasi ko'cha-ko'yda tirikchiligini qilib yuribdi. Shuncha harakat qilib ham mashhur bo'lgani yo'q degan keskin javobni olganmiz. "Men mashhur bo'laman, kuni kelib menga aytgan gaplaringizni eslaysiz" deb xonadan chiqib ketgan. Bu gapi menga juda qattiq ta'sir qilgan. Munisaning faoliyati hammasi oddiy kechgandek tuyulishi mumkin, ammo u ham ko'p qiyinchiliklarga uchragan. Chunki biz san'atdagi past balandliklarni bilmasdik. Puldan aldashgan, ishonchni suiiste'mol qilishgan, deydi xonandaning onasi. Munisa Rizayeva Londonda yashasada O'zbekistonga kelganda ko'rik tanlovlarida ishtirok etishga harakat qilardi. 18 yoshimdan to 22 yoshimgacha 3 ga bo'linib harakat qilganman desam ham bo'ladi. O'shanda rosa qiynalganman. 2 yo'nalish bo'yicha o'qish bilan bir qatorda ishlaganman ham. Garchi dadam ishlashimga ruxsat bermasalar-da, o'z vaqtimdan qaytmaganman. Ishlab pul topishga ishtiyoqman dedim. Bu odatim haligacha saqlanib qolgan, degan edi u intervyularning birida. 2004-yili Toshkentda o'tkazilgan Umid yulduzlari ko'rik tanlovida nega qo'shig'i bilan qatnashib, g'oliblar safidan joy oladi. Shundan keyin u ijod qilishga jiddiy bel bog'laydi. Oho sabab ochilgan yo'llar. Xonandaning 2008-yili Ko'zlarim yana qo'shig'i va unga dengiz bo'yida suratga olingan klipi omadli chiqib tinglovchilar e'tiboriga tushadi. U 2012-yili Oho taronasi bilan o'zbek shou biznesida shuhrat qozonadi. Folklor va zamonaviy yo'nalish uyg'unlashgan mazkur tarona va uning video klipi yosh u keksaning tilidan tushmaydi. Shundan so'ng xonanda Gollivud sekin-asta "Ey samo" singari ijod mahsullarini birin-ketin tinglovchilarga havola qiladi va barchasi hit darajasiga ko'tariladi.
Xonandaning avvalgi qiyofasi bilan bugungi tashqi ko'rinishi unchalik bir-biriga o'xshash emas. To'g'ri, yosh ulg'aygach tabiiyki tashqi ko'rinish ham o'zgaradi. Ammo xonanda tashqi ko'rinishdagi o'zgarish faqatgina yillar bilan emas, plastik jarrohlik bilan ham bog'liq ekanligini yashirmaydi. 2014-yili burnimni operatsiya qildirganman. Burnimning ustki qismidagi bo'rtib chiqqan suyak ekranda va suratlarda biroz xunuk ko'rinardi. Ilgari klip va konsertlarni tasvirga olish ishlarida tasvirchilarimiz, montaj ustalari kerakli rakursda ishlay olmay juda qiynalishardi. Qolaversa o'zim ham ba'zida bundan biroz uyalardim. Bu noqulaylikdan bir yo'la qutulish uchun plastik jarrohlik qilishga ahd qildim. Bolaligimdan orzu qilgan ishimni amalga oshirdim. Menimcha endi burnimning ko'rinishi chakki emas, deydi xonanda Munisa Rizayeva. Munisa Rizayeva intervyularidan birida 2012-yillarda Gulnora Karimovaning taqiqiga uchragan ortidan o'zini o'ldirishga uringani haqida aytib o'tgan. Gulnora Karimovaga men haqimda turli asossiz gap-so'zlar yetkazishgan. Meni uning nomini sotishda ayblashgan. Masalan, meni yo'lda YPX xodimlar to'xtatganda men ularga Guli Karimovaning dugonasiman deb aytganmishman go'yo. Bu birinchisi. Bundan tashqari o'sha vaqtda unga yaqin bo'lgan bir guruh ayol xonandalar Karimovaga men haqimdagi bo'lmag'ur gaplarni gapirgan. Ularning kimligini juda yaxshi bilaman. Hozirgacha ular bilan yaxshi munosabatdaman. Biroq ular mening bu vaziyatdan xabardorligimni bilishmaydi. Men hozirga kelib ularning nega bunday qilganini tushunyapman. Bu gaplar MMTV taqdirlash marosimidan bir kun avval bo'lgan. O'shanda menga Yil qo'shig'i va Yil xonandasi nominatsiyalarida mukofotni berishmoqchi bo'lishgan. Shuning uchun ushbu intriga atayin uyushtirilgan. Gulnora Karimova men haqimdagi gaplarga ishongan va bo'ldi, unga hech qanday mukofot bermaysizlar, hamma yoqdan haydaysizlar deb ko'rsatma bergan. Shundan so'ng meni Tera kompaniyasidan haydashgan. Mening kompaniya bilan 5 yillik shartnomam bor edi o'shanda. Men Sevara Nazarxon bilan Goals loyihasida qatnashayotgandim. Teraning direktori menga qo'ng'iroq qilib, "Guli sening Goalsda qatnashishingni istamayapti. Tez Toshkentga qaysang qayt, bo'lmasa Zabretga tushasan" dedi. Men Goalsning hamma saralash bosqichlaridan o'tgandim. Shunga qaramay loyihadagi ishtirokimdan voz kechib Toshkentga qaytib keldim. Lekin baribir Zabretga tushdim. 7 oy mendan hamma yuz o'girdi. Hamma o'zidan qo'rqib men bilan gaplashishga qo'rqardi. O'zimni xuddi o'lgandek his etardim. Hatto yurak xuruji bilan kasalxonaga ham tushib qolganman. Ota-onam meni yo'qotishiga bir baqiya qolgan. O'zimni osib o'ldirishga ham uringanman deb eslaydi Munisa Rizayeva. 2020-yildan boshlab O'zbekiston prezidenti va hukumat vakillari ishtirokidagi davlat tadbirlarida ham faol xizmat qilayotgan xonanda 2021-yili Shuhrat medali bilan taqdirlandi. 2023-yili Munisa Rizayeva hayotda o'chmas iz qoldirgan yillardan biri bo'ldi. Aynan 1 yil avval xonandaning nafaqat o'zi, balki muxlislar tomonidan yillar mobaynida kutilgan hodisa ro'y berdi. Xonanda oila qurdi. Munisa va Arseniyning nikoh kechasi 2 marta nishonlandi. Birinchi to'y hindcha o'tkazildi. Kechada nafaqat kelin-kuyov, balki mehmonlar ham hind madaniyatiga monand kiyingandi. 7-sentyabr kuni Munisa Rizayevaning asosiy to'yi o'tkazildi. Ushbu to'y san'at olamida yil to'yi sifatida e'tirof etildi. Xonandaning nikoh kechasida bir necha xorijiy davlatlardan tashrif buyurgan san'atkorlar bilan bir qatorda o'zbek shou biznesining eng taniqli vakillarini ko'rish mumkin edi. Munisa Rizayevaning yaqin do'sti Vayner Ozod Xurramov Munisaning to'yiga $1 million sarflangani haqida aytib o'tgan. Munisa Rizayevaning to'yiga $1 million mablag' sarflandi. Hamma xarajatlarni kuyovning o'zi qopladi. Munisa Rizayeva kelin-ko'ylaga hatto pardoz andozi uchun ham cho'ntagidan pul sarflagani yo'q. Ular 10 oy avval tanishib bir-birini sinashgan. Arseniyni katta biznes bilan shug'ullanuvchi insonlar juda yaxshi tanishadi. U o'ziga to'q, badavlat inson, degan edi Ozod. Munisa intervyularda hayotidagi eng katta orzusi ona bo'lish ekani haqida juda ko'p gapirardi. 2024-yilda uning ushbu orzusi amalga oshdi. Xonanda 24-noyabr kuni ilk marta ona bo'ldi. U Argentinaning Buenos Aires shahrida joylashgan klinikalardan birida o'g'il farzandni dunyoga keltirdi va shu yilning 1-mart sanasida O'zbekistonga qaytib keldi. Farzandli bo'lganim uchun Allohimga faqat shukr aytaman. Chunki menda farzand ko'rish bilan bog'liq juda katta muammo bo'lgan. Kichik yoshimdan boshlab juda ko'p shifokorlarga olib borishgan va ko'p marta muolajalar olganman. Lekin ko'zsiz kutilmagan tabiiy yo'l bilan homilador bo'lib qoldim. Bu hayotda har narsaning o'z vaqti soati bor ekan. O'g'lim tug'ilish bilan turmush o'rtog'imning o'zlari azon aytganlar. Bundan tashqari Rahmatulloh Qora aka Dubaydan video qo'ng'iroq orqali aloqaga chiqib, telefonda azon aytib qo'yganlar. Ijtimoiy tarmoqlar orqali juda ko'p san'at vakillari, muxlislar tabriklashdi. Bolamning ismi bilan bog'liq taxminlar ham tarqaldi. Kimdir Alan, Muhammad yoki Marat deyotganlar ham bor.
ammo men shu kungacha hech kimga o'g'limning asl ismini aytganim yo'q. Buning sababi ahli ilmlar bilan maslahatlashganimizda ismini sir tutishimizni va yomon ko'zlardan asrashimizni tavsiya qilishdi. Hozir yuzini ko'rsatmaganimda ham qorni ko'p og'riydi, injiqlanadi. Aslida bolam juda yuvosh, ammo u bilan bog'liq videolar qo'ysam o'sha kuni o'zgarib qoladi. U tug'ilmasdanoq mashhur bo'lib ketdi. O'g'limning ismini u 1 yoshga kirganda hammaga e'lon qilaman. Uning yuzini ham o'shanday ko'rasizlar. Ko'z tegishdan qo'rqaman, chunki nazar bor narsa deydi u. Munisa Rizayeva deyarli 8 million kuzatuvchisi bo'lgan Instagram sahifasidan ham mo'maygina pul ishlashini yashirmaydi. Xususan, uning sahifasiga joylangan eng qimmat reklama $120,000 bo'lgan. Hozirgi kunda Instagramimda juda katta jamoa ishlaydi. Sahifamni yuritish uchun juda katta mablag' sarflaymiz. Instagramim faolligi juda ortib ketgan. Oldin Munisa Rizayevani yaxshi ko'rgan bo'lishsa, hozirda Arseniy ikkalamizni juftlik sifatida kuzatish hammaga qiziq bo'lyapti. Sahifamda chiqadigan reklamalar juda qattiq tanlab olinadi. Storiesimda reklama joylash $3,5 dan $10,000 gacha. Menimcha faqat men GIVda qatnashmagan va jonli obunachilarga ega bo'lgan O'zbekistondagi yagona san'atkorman. Yirik kompaniyalar bilan 1 yillik shartnoma qilaman. $250,000 dan boshlanadi. Undan pasti bilan hatto gaplashib ham o'tirmaymiz. Ko'p emas, 2-3 ta shartnomam bor. Munisa Rizayevaning garajidan bir nechta qimmatbaho avtomobillar o'rin egallagan. Umuman olganda Munisa yoshligidanoq avtomobillarga qiziqadi. U intervyulardan birida ilk haydagan avtomobili Jiguli bo'lganini aytib o'tgan. 2023-yilda Gelenwagen avtomobilini $420,000 ga xarid qildik. Undan keyin turmush o'rtog'im menga Mercedes sovg'a qildi. Chunki men u paytda xizmatlarga Malibuda yurardim. Keyinroq men homilador bo'ldim va Filippindan enagamiz uchib keldi. Hamda turmush o'rtog'im endi farzandli bo'lsak, hammamiz bu avtomobilga sig'maymiz deb 7 kishilik Lysian Li9 avtomobilini olib berdilar. Endi u Rus yoki Rolls-Royce sotib olmoqchimiz deydi xonanda. Munisa Rizayevaning muxlislaridan biri uning Toshkent shahridagi birov xizmat narxi bilan tanishdi. Ma'lum bo'lishicha, xonanda poytaxt to'ylarida 4 ta qo'shiq kuylab berish uchun $1,500 oladi. Bitta qo'shiqning taxminan 3-4 daqiqa davom etishi hisobiga olinsa, xonanda bu pulni 12-15 daqiqada topadi. U bir kunda o'rtacha 4 ta to'yga chiqishini aytadi. Xonandaning xalq xizmatdan topadigan bir kunlik o'rtacha daromadi umumiy $6,000 ni tashkil etadi.